O'zbekiston milliy terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi uchrashuvi yakunlandi. Hisob 3-1 mag'lubiyatga uchradik, lekin umuman olganda uchrashuv yomon o'tmadi. Debyut uchun buni yomon deb bo'lmaydi do'stlar. Dastlabki golni kiritishga muvaffaq bo'ldik Abbosbek Fayzullayev tomonidan. Va shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, biz ikkinchi jamoa bo'lib o'ynashga majbur edik, chunki raqib Kolumbiya deyarli mezbon maqomida o'ynayapti va terma jamoamiz o'tkazib yuborgan uchala golni ham individual xatolar evaziga kiritildi deyishimiz mumkin. Dastlab o'sha ofsayd holatiga markaziy himoyachimizning umid qilib qolganligi, ikkinchi golda esa Eldor Shomurodovning to'pni oldirib qo'yganligi markazda, uchinchi golda esa ikkinchi taymda maydonga tushgan markaziy himoyachimiz O'rozov tomonidan qo'yilgan xatodan keyin kolumbiyaliklar gol urib ketishyapti. Shaxsan o'zim ikkinchi taymda Eldor Shomurodovning o'rniga ertaroq Igor Sergeyevni maydonda ko'rishni xohlagandim, chunki unda klass yaxshi edi. Vaziyatlarni yakunlash borasida uncha-muncha hujumchilarga dars o'tib qo'yadigan darajada unda skilllar mavjud edi. Xullas, jahon chempionati K guruhida birinchi o'rinni Kolumbiya 3 ochko bilan egallab turibdi. Keyingi o'rinlarda esa Portugaliya hamda Kongo. 4-o'rinda O'zbekiston milliy terma jamoasi. Nima bo'lgan taqdirda ham keyingi o'yinlarda O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilab qolamiz va hali mundialdagi ikkita o'yinimizda zafar quchishlarini kutib qolamiz.